Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugungi lokatsiyamiz Beshariq tumani Teloq qishlog'iga haytek darvozamizni olib kelib o'rnatdik aka-ukalar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Islom usta sizlarning xizmatlaringda. Darvozamiz razmeri bo'yiga 3.30 bo'ldi, eniga 3.11, 1 kvadrat metri 750 ming so'mlik variantdagi darvoza o'ta ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa, eshiklari o'ng qo'l tarafda ochiladi. Eshigimiz 75 sm ochiladi. Stoykalarimiz ham polni qalin bo'lgan. Stoykalarimiz 8 ikkilik stena, profillarimiz 6 ga 4, 1.5 stena bo'lgan. Darvozamiz ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Nerjinkalar qo'yib berdik. Profillari ham 6 ga 4, 1.5 qalinlikda. Mashina o'tadigan joylari shivellar bo'lgan. Zamoklari har doimgidek zo'r zamokdan. Qulflanishlariga baho berib qo'yaverasizlar. Orqa holatlari ham o'ta ham idealniy, chiroyli holatda chiqdi. Ko'rinishi, orqa ko'rinishi. Sentr zamok bo'ldi. Har doimgidek rezinkalarni qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlariga daram-durum qilmaydi. Toshning darvozamiz o'ringa o'rnashdi. Holatni ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Bu darvozamizning общий summasi 6.500.000 so'mga. Dastavka, ustanovka hamma yo'g'i 6.5 millionga olib kelib o'rnatib berdik aka-ukalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Voha tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Kanalimizdan uzoqlashmasalar aka-ukalar. Bundan chiroyli darvozalarni sizlarga xudo xolasa tayyorlab beramiz. Nerjiminkalari ham polni qalin nerjiminkadan bo'lgan, valna bo'lib qolmaydi umuman. Tekis. Agar ko'pchilik ozgina yuqorog'ini qo'yadi buni, tunikani, nerjinkasidan qo'yadigan bo'lsa, o'ta ham valnasi bilinib qoladi. Bu hozir o'ta ham silliq holatda, tekis holatda chiqqan. Listlarimiz 1.3 dan bo'ldi. Nerjivinkalarimiz 1.1lik qalindan bo'lgan nerjivinka ham. Shuning uchun valnasi yo'q aka-ukalar, o'ta ham chiroyli chiqdi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar.